Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizlar endi sizlarga mebelni ozgina tushuntirib o'tacakmiz. Aytib o'tadigan bo'lsak, prujina, Zovsko prujin, 22 flot ikilik mashaka, teliklarida prujin bor. Masalan, gelib ishlash jarayonlarini ko'rib, bemalol buyurtma bersangizlar bo'ladi. Agar yo'q, jo'ramay bu o'tirgandan keyin qo'yiladigan mashaka qalinroq bo'lsin, 6 sm bo'lsin, 5 sm bo'lsin, 12 sm bo'lsin, pulning gap yo'q, tovarlari qimmat materialdan bo'lsin, degan bo'lsangiz yurtdoshlar, shunga qarab narxi o'zgaraveradi. Hozirda biz bozor uchun tayyorlab turgan mebellarimizni sifati yana shunday. Sifatidan gap yo'q, prujin 22 flot mashaka qo'yibmiz. Agarda yurtdoshlar arzonroq tushish uchun harakat etish kerak bo'lsa, rekalarni arzonroqdan, yuqoriroqdan qo'ysak, masalan, mashakalar qit-qitlarni ham emalab bitib turganlar bor, masalan. Shu taraflama masalan arzon qilish uchun harakat etsa, bo'laveradi, arzon etsa bo'ladi. Masalan, shu rangda, shu narsada bo'lsin desangizlar, o'zingizga ma'qul rangda, ma'qul dizaynda ishlanadi. Turesk mexanizmlar masalan o'zimizda gap turibdi, masalan, Urganchda, nada, Toshkentda gap turibdi. Oldi turamiz, tayyorlab, masalan, stupinga suriladigan 1 metr bo'lsin, xohlagan dizaynda ishlab beramiz. O'zingizga ma'qul rangda. Aytib o'tadigan bo'lsak, bu tarafda ina bu mijozimiz muhamana sotildi. 4 million 300 ga berdik. Obunachimizga 230, 330, 4 million 300 ga ustari bilan. O'zimizda chiqib turganim uchun bu narsa bir qo'l. Kelasizlar, olasizlar. Xohlasangiz kelib ko'rib olasizlar. Agar bizlarda tayyor mahsulot bo'lmagan taqdirda buyurtma berasizlar, ina shu rangdan bo'lsin desalar, shu rangdan qilib beramiz. Bu tarafda masalan ochqaroq rangi boyina. Buning sifatidan gap yo'q. Kelib bemalol tekshirib ko'rib, xarid etsangizlar bo'ladi. Buning ham razmeri 230, baka 330, ustari bilan 4 million 300 so'm. Obunachilar bo'lib, obuna bo'lib keladigan bo'lsangizlar 4 million so'm. Like'ları basıp, qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlar, xudo xolasa bundan ham chiroyli mebellarni xonadoningizga olib borib bermak nasib etsin. Salomat bo'ling.